Bugungi jonli efirda barchangizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Demak azizlar, e'lon qilganimizdek, bugungi jonli efirimiz ko'proq natijalarga bag'ishlangan bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda meni mutaxassis o'laroq kuzatib borayotgan insonlar bugun o'z natijalari bilan o'rtoqlashishadi. Qarshingizda psixolog, psixoterapevt, nevrotik hamda depressiv buzilishlar bo'yicha oliy toifali mutaxassis Salihov Erkin Asqatovich. Albatta bugungi efirimizni boshidan oxirigacha diqqat va e'tibor bilan ko'rishlarini tavsiya qilaman. Ayniqsa kanalimizga, Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, Instagram sahifamni yangi kuzatib kelayotgan insonlar bilan bugun efir boshida tanishib olamiz sizlar bilan. Va shu bilan birgalikda efirimizning ikkinchi qismi aynan natijalarga qaratilgan bo'ladi. Meni faoliyatimni kuzatib, ya'ni meni konsultatsiyalarim, shaxsiy terapiyam yoki yopiq Telegram kanalimda bo'lib turgan insonlar bugun o'z natijalari bilan o'rtoqlashishadi. Bu esa albatta sizlar uchun juda ham motivatsion, sizga bir deylik dalda bo'ladi. Nafaqat sizga, balki o'ylayman bu efirimizni keyinchalik zapisda ko'rgan insonlar ham albatta bugungi efirimizdan o'zlari uchun katta dalda va katta ishonch olishadi degan umiddaman. Demak aziz do'stlar, hozir birinchi navbatda avvalambor Telegram kanalimizni ulaymiz efirimizga. Chunki Telegramdan biz ovozli tarzda muloqot qilamiz. Natijaga erishgan insonlar o'z natijalari bilan aynan Nevroz.uz umumiy Telegram kanalimiz orqali bo'lishishadi. 1 daqiqa hozir Telegram kanalini ulayman. Jonli efirimizga mana ro'parosi 25 sekund vaqt qoldi deb ko'rsatyapti Telegram kanalimiz. 1 daqiqa. Tak, Telegramda ham biz qo'shilib oldik. Telegram ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotganlar, iltimos sizlardan ovoz haqida ma'lumot berib yuborsanglar. Ovoz qanaqa eshitilyapti? Agar ovoz joyida bo'ladigan bo'lsa, biz bugungi efirimizni boshlab olishimiz mumkin. Tushunarli. Ovozimiz yaxshi, demak boshlab olamiz. Assalomu alaykum, yana bir bora aziz do'stlar, hurmatli tinglovchilar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi jonli efirimizga xush kelibsizlar. Oldin xabar berib o'tganimizdek, bugungi jonli efirimizda natijaga erishgan insonlar, ya'ni nevrotik hamda depressiv buzilishdan qutulganlar yoki qutulayotganlar, qutulish jarayonida bo'lganlar bugun o'z natijalari bilan, o'z yutuqlari bilan o'rtoqlashishadi. Bu o'ylayman sizlar uchun juda ham foydali hamda manfaatli bo'ladi. Ko'pchilik insonlar ishonishmaydi natijaga erishish mumkinligi, bu darddan qutulish mumkinligiga ko'pchilik shubha va gumon bilan qaraydi. Bugun aynan mana shunday insonlar uchun men o'ylayman juda ham motivatsion va katta dalda bo'ladigan efir bo'lib o'tadi. Men boshqa qurilma orqali ham o'z obunachilarim bilan ko'rishib, salomlashib, ular bilan ham bir sira ya'ni bugungi efirimiz haqida bo'lishdim. Demak, bu ijtimoiy tarmoq YouTube ga qaratilgan bo'ladi. Mana kompyuterdan esa men Telegram ijtimoiy tarmog'idagilar bilan suhbat qilaman va bizni YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatayotganlarga avvalo aytib o'tmoqchimanki, men yuzma-yuz, ya'ni insonlarning yuziga qarab turib, to'g'ri kameradan gaplashishim uchun mana shu kompyuterga qarashim kerak bo'ladi. Meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Shu uchun sizlar bu jarayonni to'g'ridan to'g'ri guvohi bo'lasizlar va suhbatlarimizni tinglash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Demak, boshlaymiz. Avvalo ovozlarni tekshirib oldik, hammasi joyida. Yaxshi. Avvalo bugungi jonli efirimizni men nimadan boshlamoqchiman? Yaqindagina Telegram kanalimizga opros uyushtirgandim va Erkin Salihovni faoliyati bilan qancha vaqtdan beri tanishsizlar, qancha vaqtdan beri kuzatib kelyapsizlar deb opros qoldirgandim. Juda ko'pchilik insonlar meni ancha vaqtdan beri kuzatib kelayotgan eski obunachilarim bo'lib chiqdi. 60% dan ko'proq insonlar 3 yildan ortiq vaqt kuzataman deb aytishdi. Yangi qo'shilganlar esa kamchilikni tashkil etadi. 5-7%, bu juda ham kamchilikni tashkil etadi. Shu uchun men efirimiz boshida birinchi navbatda o'sha ko'p yillardan beri meni faoliyatimni kuzatib kelayotgan Nevroz.uz Telegram kanalini, YouTube kanalini kuzatib kelayotgan insonlarga avvalambor aytib o'tmoqchiman. Agar siz bizni kanalimizdan shaxsan mutaxassis o'laroq meni faoliyatimdan natija olayotgan bo'lsangiz, siz psixologik hamda psixoterapevtik bilim olayotgan bo'lsangiz, tushuncha va anglashlar olayotgan bo'lsangiz va bu kanal sizga yordam berayotgan bo'lsa, albatta men ishonchim komil bugungi kunda yurtimizda, nafaqat yurtimizda, umuman deylik, butun dunyoda asab va ruhiy buzilishlar
turli xil ko'rinishlari, nevrotik buzilishlar, depressiv, xavotir va tashvishli buzilishlar, turli xil fobiyalar, qo'rquv, vahima, ipokondrik buzilishlar, bularning hammasi aynan o'sha asab va ruhiy buzilishlar deb ataymiz. Asab va ruhiy buzilishlar bugungi kunda dunyoda jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Shuning uchun hali millionlab insonlar o'zlariga nima bo'layotganini bilmay, tushunmay, doktor, domla, folbin yugurib yurishibdi. Hech qanaqa natija yo'q. Eng qo'rqinchlisi va eng deylik og'riqlisi sizga nima bo'layotganini bilmaslik, tushunmaslik, o'zingizni holatingiz borasida hech qanaqa anglash bo'lmasa, bu eng qo'rqinchlisi. Hozir bu haqida ham aytib o'taman. Meni o'zim ham deylik bu dard bilan to'qnash kelganman va men uchun eng qo'rqinchli va eng og'riqlisi aynan bu dard haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmaslik. Ya'ni o'zimni shikoyatlarimni sababini tushuna olmaslik, ya'ni mavhumlik meni juda ham ko'p qo'rqitgan. Hozir biz bu haqida gaplashamiz. Shuning uchun barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali meni biladigan insonlarga men iltimos bilan murojaat qilmoqchiman. Albatta ko'proq insonlarga tavsiya qilinglar bizning kanalimizni. Bizning kanalimizda YouTube kanalimiz ham, Telegram kanalimiz ham 6 yildan beri o'z faoliyatini yuritayotgan bo'lsa, men ishontirib ayta olamanki, bu 6 yil ichida juda ko'plab kontentlar, juda ko'plab ya'ni video darsliklar, video roliklar, audio podkastlar, jonli efirlar, ya'ni inson psixologik hamda psixoterapevtik bilimini oshirishi, inson nevrozlar, ya'ni asab va ruhiy buzilishlar borasida tushunchaga ega bo'lishi, tegishli anglashlarni olishi uchun men o'ylayman 6 yil davomida bizning kanalimiz juda katta ko'lamdagi ishni bajardi. Bu ham Telegram, ham YouTube, ham Instagram sahifam. Instagram sahifamda obunachilar soni kam bo'lishiga qaramasdan, u hech qanaqa reklama, hech qanaqa targetlarsiz, hech qanaqa gift konkurslarida qatnashmasdan sekin-sekin o'z obunachilariga ega bo'lib boryapti. O'zi faoliyatimni boshlagan vaqtimda ham maqsadim shunaqa edi, ya'ni o'zini mehnati bilan, o'zini o'sha sabri, o'zini Alloh aytgan deylik vaqt soati bilan mana faoliyatim, ijtimoiy tarmoqdagi deylik kanalim, ijtimoiy tarmoqdagi kontentlarimni ko'tarilishini juda ham xohlagandim. Albatta bunga katta sabr kerak, bunga katta ishonch kerak va bu uchun men sizlardan ham yordam so'rayman. Albatta mana shu asab va ruhiy buzilishga ega bo'lgan insonlarga yordam tariqasida bizni kanalimizni tavsiya qilsangiz, obuna bo'lishni tavsiya qilsangiz, mana hozir Erk yo'li hamjamiyatimizdagi bor insonlar bizni aynan mana shu yopiq kanalimizni insonlarga tavsiya qilishsa, men o'ylayman asab va ruhiy buzilishlar sekin-sekin kamayib boradi. Sekin-sekin insonlar deylik to'g'ri yo'lga tushib borishadi. Meni maqsadim shu. Shu uchun men sizlarga murojaat bilan yuzlanmoqdaman. Albatta, agar siz kanalimizni kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, mutaxassis olaroq meni faoliyatim sizga yordam berayotgan bo'lsa, anglashlar olayotgan bo'lsangiz, bu bilan bo'lishing, odamlarga ham tavsiya qiling, odamlar ham siz kabi natijalarga ega bo'lishsin. Ana endi aziz do'stlar, yangi qo'shilganlar bilan men qisqacha tanishib olmoqchiman. Yangi qo'shilganlar bor. Endigina misol deylik, aynan mana shu efir orqali meni faoliyatim bilan tanishayotgan insonlar bor. Bir oy, 2 hafta, 3 hafta bizni ijtimoiy tarmoqda uchratib, endi kuzatishni boshlagan insonlar bor. Bunday insonlar bilan tanishib olmoqchiman. Qarshingizda psixolog, psixoterapevt, nevrotik hamda depressiv buzilishlar, ya'ni asab va ruhiy buzilishlar bo'yicha oliy toifali mutaxassis Salihov Erkin Asxatovich. Avvalo men bu kasbga qanday kirib kelishimni qisqacha aytib bermoqchiman. 2014-yil o'zimda asab va ruhiy buzilishlar kuzatilishni boshlagan, nevroz, xavotir, uyqusizlik, ipokondrik buzilishlar, vahima buzilishlari, fobiyalar, kardiofobiya, agorafobiya va men ham el qatori oddiy inson kabi, ya'ni tibbiyotdan, fiziologiyadan, meditsinadan hech qanaqa xabari yo'q inson sifatida murojaat qilishni boshlaganman. Doktorlarga murojaat qilganman, kardiologlarga, nevrologlarga turli xil tibbiy tekshiruvlardan o'tganman. Lekin tanada hech qanaqa bir aniq kasallik aniqlanmagan. To'g'ri, misol deylik, nevrologlarga borganimda bosh miyada qon yaxshi aylanmayapti degan. Endi o'sha vaqtlar bu meni qo'rqitgan bu gaplar.
lekin o'zi shundoq ham qo'rquv vahimada yurib yaxshi uxlolmayotgan insonni boshida qon, miyasida qon qanday ham yaxshi aylansin, bu narsani menga tushuntirishmagan. Miyada qon yaxshi aylanmayapti desa, qon aylanishini yaxshilashga, davolashga harakat qilganman. Kardiolog yuraging tez uryapti, bu holatda yuragingni charchatib qo'yasan desa, yurakni davolashga tushib ketganman. Hech esimdan chiqmaydi. 24-25 yasharli hali polvon yigit, o'sha vaqtlar ancha ortiqcha vaznga ega edim. Shaxsiy kardiologik klinikada qari 70 yasharli boboylar bilan bitta palatada yotardim, kapelnitsalar olardim, ular bilan gaplashib, ular hayron qolib, "Bolam, sani nima muammong bor? Sani nima kasaling bor?" deyishardi. Bilmadim, mana shu menga shu tavsiya qilishdi deb nima qilishgan, ularga shu doktor tavsiyasiga ko'ra yotibman deganimda bir-biriga qarab, yurak kasalliklari ham yosharib boryapti demay deb, undan battar menda o'sha xavotir, g'ulg'ularni kuchaytirishardi. Mana shunday qilib davolanganman. Bu davolanish jarayonida qaysi vrachga borsangiz, misol qon analizlariga qarab ozroq o'sha siydik yo'lda shamollash bo'ladigan bo'lsa, ozroq prostatada misol yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, prostata deb birorta doktor u prostatani davolash kerak ekan desa, o'shanga najot bilan qarab, demak prostatani davolasam yaxshi bo'lib ketaman deb prostatani davolab, boshqa qilib, xullas boshim tibbiyotdan, organizmim doridan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni o'zimni haddan tashqari o'shanda qarri va kasal inson hisoblaganman. Uni yemayman, buni ichmayman, kofe ichmayman, Pepsi Cola ichmayman, davleniyam ko'tarib ketadi, go'sht yemayman, osh yemayman, yog'li yemayman. Hamma o'rtoqlarim ustimdan kulardi, nima bo'ldi senga deb. Mana shunday holatda men yashaganman. Lekin hech kim menga buni nevroz ekanligi va umuman nevroz borasida tegishli tushuncha bermagan. Juda ham qiynalganman. 2,5-3 yil vaqt davomida tasavvur qilinglar. Bu qiynalishlar faqat o'zimga nima bo'layotganini bilmaslik emas. Bu har kun o'lib qolaman, mazam qochib qoladi, yuragim yomon bo'lib qoladi deydigan qo'rquvlar, har kun qanaqadir deylik tibbiyot muassasasiga borish, davlat kardiologik markazlarga boraman, tez yordamlarga boraman, yarim kechalari turaman, boshim og'riydi, qon bosimimni o'lchayman, o'yda 140 ko'rsatadi. Tez yordamga boraman, magneziya qildiraman, boshqa tasavvur qilinglar. Ko'pchiliklaring hozir o'zlaringni ko'ryapsizlar albatta. Juda ham qiyin bo'lgan. Keyin hech kim yordam bera olmagandan keyin, bu hech ham yaxshilanmagandan keyin kuchayib bordiki, bu hech ham yaxshilanmadi-da. Ustiga ustak mana shu qo'rquvlar asosida uzoq yo'lga bora olmaydigan bo'lib qoldim. Deylik, qanaqadir joylarga bora olmaydigan bo'lib qoldim. Sartaroshxonada, masjidda, to'yda, ma'rakada, u yoqda, bu yoqda o'zimni yomon his qiladigan bo'ldim va sekin hayotimni sifati shunaqa past bo'lib qoldiki, ya'ni hayotimni yashash chegaracham shunaqa kichkina bo'lib qoldiki, o'sha uydan yaqin joy, biror joyga borsam ham, tak больница bu yerda, tak telefonim tez yordam chaqirishga, ya'ni moslashtirilgan, hamma narsa moslashtirilgan. Mashinamda dorilarni olib yuraman, valerianka, hamma narsa bor, tabletka shakldagi valeriankalar pachka turadi. Aspirinlar yuradi mashinamda, nimaga desanglar, o'zimcha qonni suyultiradi va hali yuragim mazasi qochishidan oldin men aspirin ichib qonimni suyultirib, deylik, og'ir bir xurujdan o'zimni saqlab qolaman deydigan g'oyalar bo'lganda endi. Albatta hozir kulgili bu men uchun, lekin ko'pchiliklaring hozir shu men aytib berayotgan dardni ichida yuribsizlar-da. Mana misol kommentariyaga yozib ketinglar, qanchalik hozir men gapirayotgan gaplar bugun siz haqingizda, bugun siz bilan ro'y beryapti. Va sekin keyin internet kovlashtirishni boshlaganman. Albatta 2014-2015-yillar bugungidek ijtimoiy tarmoq, YouTube, deylik, Telegramlar umuman rivojlanmagandi. Telegram yo'q edi ham adashmasam, WhatsApp bor edi. WhatsAppdan foydalanardik, Telegram keyinchalik chiqdi adashmasam. Unaqa narsalar umuman yo'q edi. Menda birinchi turtki bo'lgan narsa, ijtimoiy tarmoqlarda nevrozlar haqida bir maqola o'qib qolganman. Bu deylik, qanaqadir taniqli mutaxassisning maqolasi emas, bu oddiy bizga o'xshab o'sha nevroz boshdan kechirgan insonni kichkinagina bir maqolasini o'qib qolganman.
va shu maqolani shunaqa o'zimga saqlab qo'yganmanki, shu maqolani yurgan yo'limda o'qib yurganman. Chunki birinchi marta shu maqolani o'qiganimda menga ozroq anglash berganda. Bu anglash birinchi navbatda mana misol deylik, meni YouTube'da, Telegramda kuzatayotganlar, siz tasavvur qiling, o'zingizga nima bo'layotganini bilmaysiz. Misol qanaqadir Nevroz o'z degan kanal uchraydi sizga, kuzatishni boshlaysiz, sekin videolarda tushuncha anglash olishni boshlaysiz-ku. Demak bu ekan. Demak bu nevroz, asab va ruhiy buzilish ekan. Men hech qanaqa kasal emas ekanman. Demak bu bitta menda emas, bu ko'pchilikda bo'lar ekan. Bu shunaqa bo'ladigan narsa ekan. Ya'ni bu sizga ancha yengillik beradi. Men ham birinchi marta o'qiganimda shunaqa yengillik olganmanki, endi buni hozir so'z bilan ta'riflab bera olmayman-da va o'sha maqolani o'zim bilan olib yurardim-da. Hatto hech narsa bezovta qilmasa ham o'qib qo'yardim. Ya'ni suv kelmasdan oldin band tashlaymiz deymiz-ku, ya'ni o'qib qo'yib, hali o'zimni tinchlantirib qo'yardim-da. Lekin avvaliga bu maqola menga tinchlanish berdi-yu, lekin keyin sekin bu ma'lum bir tushuncha va ma'lum bir tinchlanish sekin, ya'ni deylik, hali tarqab ketdi-da. Ya'ni boshlanishida bir euforiya sifatida o'zimni ancha erkin va dadil his qildim, ancha o'zimga ishondim-da, lekin sekin ya'ni buzilish davom etaverdi va anglash olish va ma'lum bir tushunchaga olish albatta nevrozlarni davolamaydi. Shu uchun menda yana deylik o'sha o'zimni shikoyatlarim, xavotir va qo'rquvlarim davom etishni boshlagan. Faqat oldingidek kuch bilan emas, chunki menda o'zi ozroq anglash va tushuncha bor edi. Va aynan mana shu anglash va tushunchani olganimdan keyin men izlanishni boshlaganman ijtimoiy tarmoqdan. Keyinchalik o'sha nevrozlar haqida, asab va ruhiy buzilishlar haqida kitoblarni internetdan topganman, zakaz qildirganman Rossiyadan. O'z ustimda ishlashni boshlaganman. Bu o'z ustimda ishlashim shunchalik chuqurlashib ketishini o'sha vaqtlar hatto xayolimga ham keltirmagandim. Aziz do'stlar, men yoshligimdan bir mutaxassis bo'laman, deylik, tibbiyotga yaqin bo'lgan sohada faoliyat yuritaman, ilmu fanga asoslangan, deylik, kasb egasi bo'laman, ya'ni faoliyat yuritaman, psixolog, psixoterapevt bo'laman degan narsa menda umuman bo'lmagan. Men ko'chada tadbirkor bo'laman, boshqa bo'laman. Endi boshqa misol deylik, boshqa kasblarda ham o'zimning talantim bo'lgan, lekin u talantimni amalga oshirish sal qiyinroq bo'lganligi uchun o'sha tadbirkorlik sohasida meni yutuqlarim, meni natijalarim bo'lganligi tufayli men o'zimni tadbirkorlik sohasiga bag'ishlashga harakat qilgan va bag'ishlab kelayotgan inson edim. Va o'zimga yordam berish maqsadida chuqurlashib ketdim. O'zim ham tushunmay qoldim. O'sha deylik nevrozlar haqida kitobni o'qishni boshlaganimda, bu kitoblarda deylik ssilkalar, havolalar qoldirib ketilgandi. Ya'ni misol deylik, o'sha reflekslar bilan ishlash uchun, nevrozda reflekslar bilan ishlash juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni reflekslar bilan ishlash uchun o'sha deylik Pavlovning ishlari, Pavlovning o'z itida deylik qilgan eksperimentlariga havola, ssilka qoldirib ketadi. Keyin Pavlov kim ekan deyman, Pavlovni topaman. Pavlovni misol kitoblarini, maqolalarini, ishlarini o'zlashtirishni boshladim. Sechenov, Anokhin, Karvasarskiy, Uxtomskiy va hokazo va hokazo. Ya'ni aynan psixoterapiyani, bugungi psixoterapiya bo'lishiga juda katta o'z hissasini qo'shgan. Ya'ni psixoterapiyani asoschilari desam mubolag'a ishlatmagan bo'laman. Hattoki o'sha avtorlarni ham o'zlashtirishni boshladim va u avtorlarni o'zlashtirishni boshlaganimdan keyin u avtorlar o'sha tibbiyotga, o'sha fiziologiyaga, ya'ni havola qoldirib ketaverardi va men sekin anatomiyaga, fiziologiyaga, insonning psixologiyasiga, ya'ni chuqur qiziqib, ya'ni chuqur o'rganib, ya'ni bunga qiziqishim ortib, o'z ustimda ishlab, ya'ni bu borada deylik kitoblarni, maqolalarni, katta deylik Lancet jurnalida beriladigan katta maqolalarni, tibbiy ilmiy maqolalarni o'zlashtirishni boshladim. Albatta bu menga juda ham katta natijalar berdi va bu natijalar berish bilan birgalikda menda qiziqish paydo bo'ldi.
qiziqish paydo bo'ldi. O'zi umuman bu ruhiy buzilishlar qanday shakllanadi, nima sababdan menda shakllandi? Vaholanki men o'zi vahima qilmaydigan, sal bir deylik, sal bir qanaqadir noqulaylik sezsam больницаga yugurmaydigan, ancha hayotimning sifatini yaxshilab, mana vahima hujumlari ustidan g'alaba qozonishni o'rganib olib bo'ldi, men yaxshi bo'ldim-ku, menga nima kerak deb tashlab ketmadim-da. Ya'ni menda qiziqish bo'ldi. To'xta, bu o'zi nima? Ya'ni insonning psixologiyasi nima bu? Nima uchun bunday buzilishlar ro'y beradi? Nima bilan bog'liq hissiyotlar prechom bu yerda-da? Va mana shunday o'z ustimda ishlab keyinchalik 2018-yil Moskvada psixoanaliz fakultetiga men o'z hujjatlarimni topshirganman va o'qishga kirib psixoanaliz fakultetida o'qishni boshlaganman. Shunday qilib 2018-yil o'qishni boshlaganimdan boshlab sekin-sekin o'zimni bilganlarim, o'zimni taniganlarimga psixologik hamda psixoterapevtik yordam ko'rsatishni boshlaganman. O'zimni shahrimda, misol deylik, eng birinchi voqealardan birini eslaydigan bo'lsam, o'sha onamni tez yordamga olib borganimda, yo tez yordam emas edi, kardiologiyaga olib borgandim. Onamda yuqori qon bosimi bilan bog'liq muammolar bor edi. Gipertoniya tashxisi qo'yilgan, возрастной ишемик deylik, yurak o'zgarishlari bor, lekin onamni o'sha davrdagi qon bosimlari bu katta ehtimol bilan aynan nevroz bilan bog'liq bo'lgan. Lekin biz buni tushunmaganmiz. Bu o'sha deylik kardiologik gipertonik muammo deb o'ylaganmiz, ya'ni organizm bilan bog'liq muammo deb o'ylaganmiz. Onamni kardiologiyaga olib borganimda bir yoshroq yigit, ya'ni o'zim tengi yigit kardiolog qabulida juda qo'rquv bilan, juda deylik bir qanaqadir ichki qaltiroq bilan o'tirganda, ikki og'iz u bilan gaplashganman-da. Siz yoshsiz, nima muammoingiz bor? Kardiolog qabulida o'tiribsiz, ko'zingizda qo'rquv ko'ryapman deb u bilan ikki og'iz gaplashganimda u o'zini deylik shikoyatlarini aytishni boshlaganda, men aytganman, sizda bu nevroz, hech qanaqa siz yuragingizni tekshirtirib o'tirmang, tekshirtirgan bo'lsangiz, hozir kardiologga kirib o'tirganingizning hech qanday foydasi yo'q. Mana meni raqamimni yozib oling. Men sizga yordam bera olaman, men sizga nima bo'layotganini tushuntirib bera olaman deganman. Shu inson o'shanda kardiolog oldiga kirmagan, uni ko'zlarida ya'ni yorug'lik, nur paydo bo'lgan, chunki hech qachon unga uni holati bo'yicha hech kim bunaqa qisqa bo'lsa ham tushuncha bermagan va 20 daqiqadan keyin menga qo'ng'iroq qilishni boshlagan. Akajon, iltimos, ko'rishaylik, menga tushuntiring, nima bo'layapti? Hozir o'zim yomon his qilyapman, qayerdasiz? Boraman, uyingizni ayting deb. Mana shunday qilib sekin-sekin unga yordam berishni boshlaganman. Mana shunday qilib yaqin o'zimni atrofimda, o'zimni shahrimda ma'lum bir deylik asab va ruhiy buzilishlarni sezib qolgan insonlarimga o'zim birinchi bo'lib yordamimni taklif qilib, ularga tushuncha va anglashlar berishni boshlaganman. Keyin shuni fonida Odnoklassnikida nevroz, VSD, OKR, vahima hujumi degan uzun nomli bir profil ochgandim va shu profildan hammasi boshlangan. Sekin-sekin insonlar yozishni boshlagan, ularga Odnoklassnikida javob berardim. Telefon raqamlarimni berardim, telefon qilishardi, hech qanaqa vaqtimni boshqa narsani ayamagan holatda ularga o'z yordamimni ko'rsatardim, anglashlar berardim, tushunchalar berardim. Hatto bir farg'onalik, hatto ismi ham esimdan chiqmagan Dilshod aka degan odam uydan tasavvur qiling, uydan, podyezddan uzoqqa chiqa olmaydigan inson bilan telefonda gaplashib, ko'chaga olib chiqtirib, ya'ni yonida mana shunday deylik, telefondan bo'lsa ham hali qo'llab-quvvatlash berib chiqishingiz kerak. 100 metr yurdingizmi? Nima bo'ldi? Boshim aylanyapti. Aylanaversin. Yana 100 metrga ketamiz. Ketdik. Yana 100 metrga ketamiz. O'shanda agar menga biror narsa bo'lib qolsa javob berasiz degan, men javob beraman deganman. Javobgarlikni o'z bo'ynimga olgan holatda shu insonga bepul hech qanaqa shu insonga yuring, oldinga yuring. Nima bo'ldi? Qani, davay, o'lsam o'lay qani, bo'ldi. Taqdirimga tan berdim. Davay, mayli, ko'chada o'lib qolsam o'lib qolaman. Bunday yashagandan ko'ra o'lganim ma'qul deb ketavering deb telefonda dalda berib turganman. Shu inson 1 kilometrgacha borgan, hech narsa bo'lmagan. Qaytib kelib, ertasi kun qo'ng'iroq qilib, bugun yana chiqaylik, iltimos faqat aloqada bo'lib turing. Ikkinchi kun yana olib chiqqanman, uchinchi kun yana olib chiqqanman va to'rtinchi kun aytganman, bo'ldi, men telefonda bo'la olmayman. Endi o'zingiz chiqishingiz kerak. O'zingiz. Chunki men telefonda bo'lib tursam, faqat men bilan chiqa olasiz. Men esa sizni butun umr telefonda qo'llab-quvvatlay olmayman deb keyinchalik mansiz ham, ya'ni o'ziga tayangan holatda inson
ko'chaga chiqishi, o'zini qo'lga ola olishi, bu holatdan deylik bu holat ustidan g'alaba qozonishi mumkinligini insonga tushuntirganman, insonga yordam berganman va bu insonni o'ta og'ir va mushkul vaziyatdan olib chiqib ketganman. Mana shunda ularni menga bildiradigan minnatdorchiligi, tashakkurlari, yig'lab yozgan голосовойлari bor odamlarning, yig'lab Erkinjon to'g'risida shunaqa gaplar gapirishgan va bu menda juda ham katta qiziqish uyg'otganda, to'xta, demak shunaqa insonlar ko'p. Demak shunaqa insonlarga mana yordam bersam, mana shunaqa deylik buni tushuntirib bo'lmaydi-da, bir insonni qorong'ulikdan yorug'likka olib chiqsangiz, u insonni holatini ko'rib, u insonni sizdan qanchalik minnatdor ekanligini his qilsangiz, bu boshqacha narsa, aziz do'stlar. Men buni so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Keyin siz bu narsaga qo'pol qilib aytganda, narkoman, narkotikka o'tirib qolgandek o'tirib qolasiz-da. Mana shu jarayonni o'ziga. Bu esa yaxshi jarayon-ku. Bu yomon jarayon emas. Siz o'tirib qolsangiz ham shu jarayonga. Va mana shunday qilib menga ham bu juda ham yoqib tushgan va keyin Odnoklassnikida insonlarga javob berish vaqti kelib to'g'risini aytaman, charchatdi meni, chunki haddan tashqari o'zimni shaxsiy ishlatadigan telefon raqamim prям nima zametkada yozilganda-da, hamma qo'ng'iroq qilishi mumkin edi. Hammaga javob berardim, hammaga. O'rtoqlarim bilan choyxonada o'tirgan vaqtim telefonni olib chiqib ketardim. Yarim soat, 40 minutlab insonlarga anglashlar berib, tushunchalar berib, jonimni jabborga berib tushunchalar berardim va 2020-yil koronavirus bo'ldi. Onlayn men o'qirdim. Koronavirus bo'ldi va koronavirus bo'lganda uyda o'tirib qoldik. Biz bir qator tadbirkorlik bo'yicha deylik sohalarimiz jabr ko'rdi, pand yedi koronavirusdan. Va shunda o'sha uyda o'tirib qolganimizda bekorchilikdan to'xta YouTube hamda Telegramda bir kanal ochib shu haqida gapirishni boshlaganini, o'zi bu deylik insonlarga balki foydali bo'lar, balki ko'proq insonlarga tushuncha berarman deb 2020-yil fevral oyidan boshlab mana siz bugungi kunda hozir efirda ko'rib turgan Nevroz.uz Telegram kanalimiz hamda Nevroz.uz bugungi kunda Erkin Salihov deb nomlanadi YouTube kanalimiz o'z faoliyatini boshlagan. Aziz do'stlar, mana shunaqa deylik qisqa istoriya va 2022-yil men o'qishimni tamomladim va darhol o'qish tamomlagandan keyin ikkinchi mutaxassislik bo'yicha aynan trevojno-fobicheskiy расстройство deymiz, xavotir va tashvishli buzilishlar, aynan mana shu asab va ruhiy buzilishlar, kichik turdagi asab va ruhiy buzilishlar, nevrotik, depressiv buzilishlar, vahima hujumi, OKR va fobiyalar, ipokondrik buzilishlar borasida Moskva shahrida faoliyatimni, ya'ni o'qishimni davom ettirdim. Aleksey Krasikov degan mutaxassisni ko'pchiliklaring bilasizlar, taniysizlar. Chunki YouTube'da men o'ylayman o'sha deylik nevrozlar haqida ma'lumot qidirsangiz, Aleksey Krasikov ham chiqib keladi, rus tilidagi, ya'ni rusiy zabon mutaxassis. Va aynan mana shu mutaxassisni katta 1 yillik o'quv kursida men ikkinchi mutaxassislik bo'yicha ham malakamni oshirish, ham aynan o'sha deylik tor doirada asab va ruhiy buzilishlar bilan shug'ullanish va ularni bartaraf etish bo'yicha malakamni oshirganman, diplomlarimni olganman. Orqada misol agar siz ko'rib turgan bo'lsangiz, mening diplomlarim bular hammasi aynan o'sha ikkinchi mutaxassislik bo'yicha o'qigan diplomlarim hisoblanadi. Xavotir va tashvishli buzilish bo'yicha oliy toifali mutaxassis hisoblanaman. Va aziz do'stlar, 2020-yil aynan YouTube'da mana shu faoliyatimni boshlagan vaqtimda o'zbek tilida umuman nevrozlar haqida hech qanday ma'lumot yo'q edi. Hech qanday, bu borada umuman hech qanday ma'lumot yo'q edi. Men ishontirib ayta olamanki, birinchilardan bo'lib nevrozlar haqida gapirishni boshlaganman. 2022-yildan boshlab aziz do'stlar, bosqichma-bosqich deb nomlangan shaxsiy mualliflik onlayn kurslarimga asos soldim va 2022-yildan boshlab hozirgacha bir qator mavsumiy bosqichma-bosqich onlayn kurslarimni o'tkazib kelaman. Bu onlayn kurslarim minglab
ming bu juda kam albatta. Bir necha 10 minglab insonlarga yordam bergan kurs hisoblanadi. Bir necha 10 minglab insonlarni asab va ruhiy buzilishlarni bartaraf etishda to'g'ridan to'g'ri o'sha yordam bergan kurs hisoblanadi. Undan tashqari 2025-yil fevral oyidan boshlab o'zimni erk yo'li deb nomlangan yopiq hamjamiyatimga asos soldim. Bu hamjamiyatimizda bosqichma-bosqich onlayn kursimizni o'sha eski mavsumlari joylangan, insonlar uchun ochiq dostupda va shundan tashqari 300 dan ortiq audio podkastlar bor. Boshqa ijtimoiy tarmoqda, umumiy Telegram kanalimiz yoki YouTube'da bo'lmagan ma'lumotlar, ochiq darslar, webinar hamda leksiyalar, jonli efirlar, har hafta bo'ladigan video chatlar, jonli tahlillar, post va maqolalar, iqtiboslar, ya'ni juda foydali bo'lgan, aynan asab va ruhiy buzilishlarni bartaraf etish bo'yicha men o'ylayman juda ham katta bazaga ega bo'lgan mana shunday hamjamiyatga asos soldim va 1 yil ichida bizni hamjamiyatimizda adashmasam 1000ga yaqin insonlar, ya'ni bizni hamjamiyatimizdan foydalanishdi. Ma'lum bir doirada kimlardir qisqaroq vaqt, kimlardir uzunroq vaqt davomida foydalanib kelishyapti. Ya'ni 1000 dan ortiq insonlar bizni hamjamiyatimizga obuna bo'lib ko'rishdi. Ya'ni hamjamiyatimizni deylik foydasini, uni beradigan psixologik hamda psixoterapevtik yordamini, shu bilan birgalikda hayotiy bizni ancha o'zgartirishini, bizni o'sishimizga, o'zgarishimizga, ulg'ayishimizga to'g'ridan to'g'ri yordam beradigan, o'zimizni yaqinroq tushunish, his-tuyg'ularimizni boshqarish, stressga bardoshli bo'lish bo'yicha albatta bizda kerakli xislatlarni shakllantirishda yordam beradigan hamjamiyatimizdan deylik 1000ga yaqin insonlar foydalanishdi. Bu bugun ayni mana shu olib borayotgan faoliyatim, 8 yillik olib borayotgan faoliyatim, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatimni bugun qisqa bir efirda 2-3 ta inson bilan, vaqt yetsa 4 ta 5 ta inson bilan deylik natijalari bilan bo'lishamiz. Bugun insonlar yuqorida aytib o'tganimdek xavotir, qo'rquv, vahima, deylik turli xil shikoyatlarga ega bo'lgan insonlar qanday qilib natijaga erishgani, bugungi kunda qanday o'zgarishlari borligi va bu jarayon qanday kechganligi, ular qanday qilib mana shunday bugungi kundagi natijalarga erishganliklari haqida bugun o'zlari gapirib berishadi. Sekin-sekin boshlasak ham bo'ladi. Birinchi yarim soatlikda mana shunday meni yangitdan kuzatishni boshlagan insonlar bilan bir yaqindan tanishib olmoqchi edim. Men o'ylayman juda ham foydali hamda manfaatli bo'ldi. Birinchi bo'lib ayollardan boshlaymiz, aziz do'stlar. Ayollarga so'z beramiz, chunki endi ayollarimizga keyin kechlik qilib qolishi mumkin. Tak, mana Sevara degan obunachimiz bor. Birinchi navbatda u kishiga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Erkin Asqatovich, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Men Toshkentdanman, Sevaraman. Men nevrozdan tuzalib ketganman. Bunga 2 yil bo'lgan. Boshidan gapirsam 2020-yil boshlangan. Birinchi marta. Keyin shu hamma qatori shu yurak urib ketib, kechqurun uxlab yotganimda birdaniga qo'rqib uyg'onib ketganman. O'rnimdan uyg'onib tursam, yuragim urib ketib, xuddi hozir o'lib qolaman, o'lvonman deb hammani uyg'otib, o'lvonman, turinglar, qaranglar menga, o'lvonman deganman. Shunaqa qilib keyin skori kelgandan keyin kasalimni topisha olmagan. Tinchlantiradigan hamma narsa qilishgan, lekin tinchlanmayapman. Battar qo'rqyapman. Keyin o'rganib skorisda bo'larkan. Uni ham chaqirishgan, apparatlar bilan kelgan, har joyini tekshirgan. Keyin tekshirganda bu bizning kasalimiz emas deganda, siz senim endokrinologga boring deb ketishgan doktorlar. Keyin baribir tinchmaganman. Yana shu yurak o'ynashi, o'sha kundan boshlab yurak o'ynashi menda ketmagan. Shu bosimda, qanaqadir xavotirda har kuni shunaqa yurardim. Keyin shu boshlangan, ertasi kundan doktor boshlangan, kardiologdan boshlaganman. Kardiolog davleniya dori bergan menga. Uni davleniya dorini eshitib battar qo'rqib ketganman. Men davleniya dori icharkanman, yosh holimda davleniya bo'lib qolibman deb
battar manda kuchayib ketgan nevrozim. Keyin haligi o'sha vahima birdan tinch yotganimda yuragim urib o'rnimdan turib qochardim, ko'chaga qochib ketardim. Shunaqa bo'lib qolganman. Keyin bir o'sha kuchli kelgandan keyin oxirida yig'lab yuborardim. O'zim o'ziga yetib ketgan. Shunaqa bolalar u narsa davom etdi. Kechasi desangiz, kechasi turib ham kardiologiyaga yugurib ketardim qo'rqib. O'zimga nima bo'layotganini tushunmasdan. Keyin u paytda aytganingizdek internetda ma'lumot kam bo'lgan. Nevroz to'g'risida ma'lumot kam bo'lgan. Keyin internetda qidirganman. O'zimda bo'layotgan shikoyatlarni yozib, o'sha vahima, qo'rquv, xavotir deb yozsam, sekin chiqishni boshlagan video ma'lumotlar chiqqan. Birinchi Google'da o'qiganman. Google'da psixiatrga murojaat qilishingiz kerak degan o'sha joyini o'qib qolganman. Keyin psixiatr topib, psixiatrga borsam, bir 50 ta odam o'chirtlarda turib kirdim. Kirsam psixiatr menga bir ikkita savol berdi. O'sha qo'rquv paytida hojatga necha marta chiqasiz dedi. Bergan savoli shu. Keyin o'sha paytda ko'p kiraman, ketma-ket desam, bo'ldi deb antidepressant yozgan, narsaga kirmagan. Antidepressant yozganda keyin shuni 3 mahal ichasiz degan. Xullas antidepressant ichishni boshlaganman. Ichgandan keyin battar u antidepressantni o'zi bir mahal ichish kerak ekan o'zi. Instruksiyasini o'qisangiz bir mahal deb qo'ygan o'zida. U doktor menga 3 mahal ichasiz degan antidepressant. U meni battar qilib qo'yib, xullas ko'chadan uyga kirgim kelmasdi-da. Boshqa bo'lib qolgan, shunaqa badanimda qanaqadir titroq, tok urganlik hissi bilan yashaganman. Keyin 2 hafta bu narsa davom etgan. Endi o'lib olmaysiz, qolib qolmaysiz, faqat yotaman, ustimga ko'rpa o'rab, doktorga telefon qilsam, chidaysiz, o'lib qolmaysiz deb ush berardi meni. Psixiatrga telefon qilsam. Keyin psixiatrni o'zgartirishim kerakmikan deb o'ylab qolganman. Boshqa psixiatrga borganman. Boshqaga borsam, sizga noto'g'ri yozibdi dorini deb uni bir mahal qilib qo'ygan. Unga qo'shimchasiga dorilar yanglashtirishdi. Yuragimga dorilar yozib bergan. Ularni ichgandan keyin bir oy men mast bo'lib, qanaqadir boshqa dunyoda yashaganman deb, boshqa dunyoda xuddi tush ko'rasiz-ku, shu tushda yashagandek bo'lib qolganman-da, uni bir oy ichida. Xullas kelgan. Hozir bir daqiqa gapingizni bo'laman. Shunda nima antidepressant edi o'sha? Leksitin edi. Prosta ko'pchilik vrachlarimiz, hozir mana shu joyda qisqacha to'xtalish qilmasak bo'lmaydi. Ko'pchilik vrachlarimiz mana shu antidepressant, Cialis turkumidagi antidepressant yozib berishganda insonga tushuncha berishmaydi-da, boshlanishida bu holatingni kuchaytirishi mumkin, xavotiringni, bezovtaligingni kuchaytirishi mumkin deb, ya'ni tushuncha berishmaydi-da va inson ketadi, uyiga boradi, ichadi, holati undan battar bo'lganini sezadi-da, deylik, dorini o'sha bevaqt tashab ketadi yoki dori meni holatimni undan battar qildi deydi-da. Aslini olganda bu xato tushuncha bo'lishi ham mumkin bo'ladi o'shanda. Shuning uchun men psixiatrlarimizga aytgan bo'lardim. Meni ishonchim komil, ko'plab psixiatrlar meni kuzatib boradi. Meni ko'plab hamkasblarim meni faoliyatimni kuzatib boradi diqqat e'tibor bilan. Shuning uchun inobatga olib qo'yishlarini, kimgadir antidepressant tavsiya qilganda uni darhol o'sha boshlang'ich 2 haftada bo'ladigan nojo'ya ta'sirlarini ham aytib, insonni ogohlantirib qo'yishlarini men so'ragan bo'lardim. Uzr Sevara, men gapingizni bo'ldim, davom eting. Bemalol. Keyin o'sha orada men YouTube'da boshqa bitta mutaxassisni ko'rib qoldim, ismlarini aytmayman-da. Ularni ko'rib qoldim, videolarini, o'sha vahimadan qutulish degan video ko'rib qoldim. Keyin o'shanda aytilgan narsalarni xullas boshida men uni vahimaligini videoda eshitganimdan keyin, bu jiddiy kasal emasligini eshitganimdan keyin qanaqadir boshqacha bo'lib qoldim. Qanaqadir yengil bo'lib, xursand bo'ldim. Ko'tarilib o'rnidan turib ovqatlar qilishga tushib ketdim. Menga og'ir kasal emas ekan deb men qanaqadir boshqacha bo'lib qoldim-da, keyin psixiatrimga bordim. Psixiatrimga borib, men yaxshi bo'lib qoldim. Men buni YouTube'da ko'rdim, bu to'g'risida ma'lumot ko'rdim. Keyin yaxshi bo'lib qoldim desam, psixiatr dorini dozasini ko'paytiramiz degan o'shanda menga. Men hayron bo'lganman, nimaga unaqa dedi menga? Yo'q, meni o'ziga klient qanaqadir
kelaversin menga yana kelsin degan maqsaddami bilmayman, menga dorini ko'paytirasiz deganda indamagan. Men shunda psixiatrga dori kerak emasdir balki, men shundoq ham dorisiz ham bu narsadan qutulsammikin, chunki men yaxshi bo'lib qoldim o'sha videolarni ko'rib desam, gapirmagan, menga tushuntirmagan. Keyin men hop deb ketganman, xullas dorilarni ichganman, 9 oy ichganman, o'zi ham har xil dori ichganman. Baribir 9 oy ichida yaxshi bo'lmaganman, baribir qanaqadir bostimda shu orada o'zim chalg'itardim, shunaqa o'tgan. Keyin orada ishlardim, shu ishda chalg'iganman, ishga borib kelardim, ishdan kelganimdan keyin boshlanardi, ishda yaxshi ishga kelganimdan keyin uyga kelsam boshlanardi. Hozir menga nimadir bo'lib qolsa, bolalarimga kim qaraydi? Erim endi komandirovkada bo'lgan, u payt yolg'iz yashagan. Bolalarimga nimadir bo'lib qolsa, men o'lib qolsam, bolalarim kim? Xullas shunaqa yomon xayollar bilan kelardi. Har kuni vahima kechib uyga kelsam kelardi. Keyin sizni videolaringizni topganman shu YouTube'da. Haligi aytmoqchi bo'lganim, bundan boyagi aytdim, ko'stiga bitta mutaxassis videosini ko'rdim deganim. O'shani aytib o'tdik. Xullas u o'sha vahimadan chiqish degan videolarning bittasida men ko'rib qolganman. Noto'g'ri ma'lumot, o'shani aytib ketmoqchiman. Noto'g'ri ma'lumot ekan. Bu narsani men vahima kelganda hozir kelma, ertaga kel, kechqurun kel, indinga kel deb qiylayapti. Bu mutaxassis. Men shu narsani boshida bilmasdan qiynalganimda-chi, xuddi meni birov qiylayapti-dek, har kuni bu meni orqamdan qiylayotgandek, shu qanaqadir yelkamni qisib yuradigan bo'lib qolganman. Shunaqa qo'rqqanimdan bir yoq tomonim yelkamni qisardim. O'zim keyin e'tibor bersam, qisilayotganini his qilib, deb o'zimni sekin bo'shib qo'yardim. Yana bir qarasam, yana bir qisilib qol. Shunaqa xuddi men bir narsa bo'ladi, hozir men qochyapman. Shunaqa yurganman-da. Keyin sizni videolaringizni ko'rgan. Siz videolaringizni ko'rib, keyin sekin to'g'ri tushuncha olib, boshqa mutaxassislarning hammasini shu yoshda faqat shu siznikiga qiziqib, videolaringizga qiziqib ketganman. Ketma-ketlikda shu noldan hammasini ko'rib borib yurganimda o'sha yaxshilanishni boshlab yurganman. Keyin orada bitta yana qattiq menda anaqa yo'qotish bo'lib qoldi-da, oilaviy uyda. Yo'qotish bo'lib qoldi. Unda men antidepressantlar endi bir oymi bo'ldi, 2 oy bo'ldi tugadi. Xullas yana bitta qattiq depressiyaga tushib qoldim. Vahimalarim qaytib keldi. Yana qaytganda ham 2 barobar qaytib keldi. Keyin shu bilan yana haligi psixiatrga yugurib bordim, qo'rqib. Borsam menga yana bir 8-9 dori, yana 1 yillik lecheniya yozib berdi haligi kishi. Yana o'sha повторni yozib berdi-da. Keyin jahlim chiqib ketdi. Qanaqadir o'zimni yomon ko'rib ketdim. Jahlim chiqib ketdi. Qachongacha davom etadi bu narsa? O'sha jahlim chiqib ketdi. Keyin uyga keldim. Yig'lab uyga keldimda o'sha kuni sizni videongiz chiqdi YouTube'da. Antidepressantlar davolamaydi nevrozni degan videongizni ko'rdim. Shu kuni imенно o'sha paytda chiqib qoldi-da, yig'lab ovqat qotganim. Keyin qanaqadir kuch keldi, o'zimga kuch kelib. Shunda dorini retseptini yirtib, muzorga shuni tashladim. Dorilarni hammasini tashladim o'sha momentda. Hamma karvalol, aspirin, manda ham rost zapasini olib ketardim. Siz bo'lsa shuni dorilarsiz chiqib ketaman, qutulaman, bundan qutulsa bo'lar ekan deb o'zimga o'zim o'sha nima deydi, maqsad qo'ydim. O'sha kuni maqsad qo'ydim. Bo'ldi, keyin boshlandi o'sha videolaringizni ko'rib, hamma shu ketma-ketlikda aytganlaringizni qilib o'sha natija olishni boshladim, yaxshilanib. Haligi depressiyadan ham birpasda chiqib ketdim. Bir oydan chiqib ketdim, depressiyadan ham chiqib ketdim, yaxshi bo'lishni boshladim. Keyin baribir ozgina nimadir yetishmasdi, menda xavotir baribir bor edi. Keyin bir marta sizga konsultatsiyaga yozildim, maslahat oldim sizdan. O'shanda shu meni problemamni aytganimdan keyin shu haligi narsa, shu menga bir narsa bo'lib qolsa, bolalarimga nima bo'ladi, o'lib qolsamchi, shunaqa narsa edi-da. Menda faqat miyada mana shu narsa aylanardi. Keyin uni aytganimdan keyin sizni gapingiz haligacha mana 2 yildan oshdi. Haligacha esimda yodlab olganman. Siz ruxsat bera olmayotgan vaziyatlar sizni xavotirga soladi deganingiz. O'shanda shu gapni aytdingiz. Albatta. O'sha
Shundan keyin o'sha mani muammoyim, mana shu narsada mana ruxsat berolmayotganim, shu o'zim shu kontrol qilishim, hammasi shu ekan. Men ruxsat bersam, qo'yib yuborsam, shu narsani menda ketar ekan, tushunib yetib, sekin men ruxsat berish boshlagan sari menda o'sha narsa kamayishni boshladi. Albatta. Xavotirlarim ketdi. Albatta. O'sha hamma qo'rquv, nima mani shu ikkilantirgan bo'lsa, hammasini bemalol qila oladigan bo'ldim. Keyin undan keyin sizni o'sha o'zimni shaxsimni rivojlantirish uchun yana ko'proq bilim olish uchun yopiq kanalingizga ham ulandim. Bir 7-8 oy yopiq kanalingizda ham hamma o'sha kurslaringizni ko'rib chiqdim. Undan keyin men qanaqadir yana ham o'zimga uverенным bo'lib ketib, men vaqti 100% dan oshib ketdi. Menda umuman yo'qolib ketdi-da. Problema hammasi yo'qolib, men o'zim boshqarishga 100% boshqaradigan bo'ldim. Nevroz desa umuman men просто kulib qaraydigan bo'ldim. Yana qaytalab qolish, yana shunaqa narsalar, problemalar desa, misol uchun men umuman qo'rqmayman-da. Men уже boshqarishni bilaman. Albatta. Boshqarishni bilaman. Shu bilan birgalikda xotin-qizlar kursingizga yozildim. Bu xotin-qizlar kursiga yaqinda ochilgan kursingizga yozildim. O'sha paytda menda ozgina oilaviy muammoyim bor edi. Endi sizga ham yozuvdim. Ozgina oilaviy muammoyim bor deb o'shancha o'sha xotin-qizlar kursiga ham o'qidim. Qanaqadir hech narsa menda xudo o'ylasam qolmadi-da, to'g'risini aytaman. Problema qolmadi, yengil bo'lib qoldim. Hech narsa yo'q-da, miya bo'm-bo'sh. Shunaqa bo'lib qoldim. Qanaqadir ko'zimni yumadigan, o'sha meni oldin siqayotgan, yurish qilayotgan narsalar ham уже men uchun ishlamamasdek bo'lib qoldi-da. Men shu joyda sizni bitta to'g'rilab ketay. Hozir ko'pchilik, men sizni juda ham yaxshi tushunyapman, Sevara. Nima haqida gapirayotganingiz, natijalaringizni juda ham yaxshi tushunib turibman. Bu yerda oddiy insonlar ko'p. Hali endi kechirasiz-ku, men insonlarni tabaqaga ajratish niyatim yo'q. Lekin hozir sizni darajangiz ancha o'sib ketib qoldi-da. Shuning uchun men hozir sizni oddiyroq insonlarga bunday tushuntirishga harakat qilaman. Sizni, ya'ni siz bo'm-bo'sh bo'lib qolmadingiz. Sizni problemalaringiz yo'q bo'lib qolmadi. Sizni o'sha oldin problema deb bilgan narsalaringizga munosabatingiz o'zgardi. Ya'ni oldin problema deb o'ylagan narsalaringiz, oldin siqilgan narsalaringizga siz hozir siqilmayapsiz. Siz hozir problema deb bilmayapsiz shularni. Shuning uchun sizni hayotingiz ya'ni yengil bo'lib qolganda, yengil. Siz uchun oldin bo'lgan og'irliklar, oldin bo'lgan muammolarga bugungi kunda siz hali tepadan juda bir deylik prevosходство bilan, ya'ni ustunlik bilan qarashni o'rgandingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Tak. Insonlarga nima tavsiya berasiz, Sevara? Mana qarang. Siz el qatori o'sha nevroz, qo'rquv, vahima bilan keldingiz, meni faoliyatim bilan tanishdingiz, mana kurslarda o'qidingiz, yopiq kanalda o'qidingiz, misolan, meni faoliyatim bilan tanishdingiz, konsultatsiya o'tdingiz, bergan tavsiyalarimga amal qildingiz va siz nafaqat nevrozdan qutuldingiz, balki shaxs sifatida ham ancha o'sib ketdingiz-da. Ya'ni sizni bilimingiz, sizni tafakkur qilishlaringiz, ya'ni intellektni ishlatishingiz, his-tuyg'ularingizni boshqarishingiz, o'zingizni ma'lum bir deylik zararli odatlaringiz, bu ham xatti-harakat, ham fikrlash odatlaridan mana bugungi kunda qutulib, bugungi kunda istalgan mutaxassisga men ishonchim komil, bizning yurtimizda siz dam beradigan va fora beradigan mana bunday natijalarga erishdingiz. Odamlarga nima tavsiya berasiz? Mana odamlar yuribdi-da, bugun unday qiladi, bugun buni ko'radi, bugun buni kommentariyasiga yozadi, bugun buni va'dasiga ishonib, buni ketidan yuguradi. Mana men sizdan bilmoqchi bo'lgan narsa shuki, nima deb o'ylaysiz, Sevara? Mana shu nevrozlardan qutulishni yo'li deganda nima tavsiya bergan bo'lardingiz insonlarga? Mana sizga agar insonlar, "Voy opa, shunday natijalarga erishibsiz, bizga ham o'rgating, nima qilaylik" deyishsa, nima deb tavsiya bergan bo'lardingiz? Menga shunaqa yozishardi oldin. Endi hozir
o'sha bloklab tashlaydigan bo'lganman. Oldin shunaqa so'rashsa faqat bilim olishni maslahat berganman. Bundan keyin ham bilim olishni maslahat beraman. Faqat o'rganish kerak, o'sha o'qish, o'rganish, keyin uni hayotda qo'llash kerak. Erinish kerak emas. Bizda ko'pchilik odamlar shoshadi, tezroq shu nimadir bo'lib qolsa deb shoshiladi. Ko'pchilik o'zimni tanishlarimda ham bor shunaqa odamlar. Albatta. Shuni ko'rib tuzalib qolamanmi, shu videoni ko'rib deyishadi menga. Albatta. Man deyman, man isbotli deyman. Mana men tuzaldim deyman, men isbotliman. Bo'ladi, o'sha bilim, faqat bilim o'zini ustida ishlash kerak, harakat, o'sha qo'rquvga qarshi borish kerak. Keyin o'sha qo'rqqan o'zingizda ikkilanib turgan sinab ko'rish kerak ekan. Albatta. Sinab ko'rish kerak har narsani. Tavakkal, Allohga shu tavakkal nima bo'lsa shu ko'raman deyish kerak bo'ldi. Albatta. Sekin bo'ladi hammasi. Albatta. Mana shu asab va ruhiy buzilishlarni nevrotik ko'rinishimi, depressiv ko'rinishimi, ana shu buzilishlardan aziyat chekib yurgan insonlarga erk yo'li hamjamiyatimiz yordam beradi deb o'ylaysizmi? Nima deysiz hamjamiyatimiz haqida? Yordam beradi. Qanaqa fikrdasiz? Zo'r yordam beradi. Men o'zim tuzalganimdan keyin men 2024-yil nevrozdan qutuldimman deganimda ham men o'sha kanalingizga qo'shildim. Qanaqadir qiziqdim. Chunki har doim nimadir video qo'ysangiz qiziqib, nima ekan, nima yengillik olarkanman deb ko'raman. Hozirgacha ko'rib chiqaman videolaringiz. Men o'shanda qiziqib kanalingizga qo'shildim. Men qanaqadir yana ham bilmagan narsalarimni o'rgandim o'sha yopiq kanalingizdan. Menga yana ham zo'r motivatsiya bo'ldi. Bilmadim o'zimni hal etganingizdek hamma narsaga munosabatimni o'zgartiradigan bo'ldim. Shaxsimni to'g'irlashga, kamchiliklarimni to'g'irlashga menga rosa katta o'sha yopiq kanal yordam berdi. Qayta ko'rib chiqdim, qayta naushnik bilan shu голосовойlaringizni hammasini eshitib, xuddi hozir shu esimdan chiqib qolmasin deb yozib oling. Miyamga zapis qilib oling degandek qayta, lekin zo'rmanda yana ham rezultat bo'ldi o'shandan keyin. Juda ham xursandman, Sevara, siz uchun juda ham xursandman. Tak, yakuniy bitta savol bermoqchiman, bo'lmasa, keyin boshqa ishtirokchilarga ham o'tamiz. Ko'pchilik insonlar bunday deb o'ylaydi, Sevara. Mana shu savolga siz javob berib keting. Men o'ylayman, siz insonlarga yetkaza olasiz. Ko'pchilik insonlar bunday deb o'ylaydi-da. Mana men o'sha nevroz bo'lishimdan oldin men baxtli edim, men o'sha oldingi holatimga qaytishimni xohlayman deydi-da. Siz nima deb o'ylaysiz bu fikrga? Bu insonlarning fikri qanchalik haqiqatdan yiroq va aslini olganda inson o'zini eski holiga qaytishi emas, aslini olganda inson yangi darajaga chiqishi, ya'ni yanada kattaroq o'zgarishlarga ega bo'lish kerakligi to'g'risida gapirganimda ko'pchilik buni tushuna olmaydi-da. Bu haqida qanaqa fikrdasiz? Men o'shanda konsultatsiyada sizga shu savolni berganman. Nevrozdan oldingi holatimga qayta olamanmi deganman o'shanda sizga. Keyin siz aytgansiz o'shanda siz o'zingizdan misol qilgansiz, men misol uchun qaytmagan bo'lardim deb kulgansiz o'shanda. Men o'shanda hayron bo'lganman, nimaga unaqa degansiz. Hozir xuddi shu gapni aytaman, nevrozdan oldingi holatimga qaytishni xohlamasdim. Chunki nevrozdan oldin qanaqadir yashamagan ekanman deyman deb. Albatta. Shunaqa qilish kerak. Shunaqa bo'lish kerakmi? Bo'lish kerak. Bo'lish kerak deb yashirganmiz. Ko'zimiz qanaqadir zombiga o'xshab faqat yashash kerakmi? Yashash kerak. Hozirgi holatda уже yashayapman desam bo'ladi. Albatta. Biz shablonlarga asoslangan holatda biz mana bu institutda misol o'qishga kiradiganlar o'zi bilan olib kiradi-ku, nima deyiladi nomini? Shpargalka. Biz shpargalka asosida yashaganmiz-da. Bunday qilish kerak, bunday bo'lish kerak, mana shunaqa yashaganmiz-da. Va nima uchun men insonlarga o'sha eski holiga qaytmaslikni, eski holiga qaytishi bu xato yo'lligini o'qitiraman? Chunki bitta narsani tushunishimiz kerak. Biz nevroz bo'lishimizga faqat biz sababchimiz, boshqa hech kim. Ya'ni o'sha eski biz o'zimizni nevrozgacha olib keldikmi?
demak biz yana eski holatga qaytsak, biz yana o'zimizni shu nevrozga olib kelamiz. To'g'ri. Shu uchun albatta biz o'zimizni isloh qilishimiz kerak va bitta narsani tushunishimiz kerak. Asab va ruhiy buzilish, nevrotik asab va ruhiy buzilish chegaradosh ham albatta bunga kiradi. Sizda kuzatilyaptimi bugungi kunda biling. Demak siz krizis holatidasiz. Krizis. Istalgan krizis bu inson uchun o'sish, o'zgarish, ulg'ayish nuqtasi. Qachon inson ma'lum bir krizis davridan, ya'ni o'sa olsa, shu krizisdan kerakli xulosani chiqarib, tushunib, shu krizisdan, ya'ni o'sib, o'zgarib, ulg'ayib o'ta olsa, u uchun bu krizis yakunlanadi. Shu uchun men insonlarga aytmoqchiman. Bugun sizda nevroz bormi? Demak, biling. Bugun sizni shaxsiyingiz, sizni hayotingiz krizisda. Va siz mana shu krizisdan qayerga qarab chiqish mumkinligi, qanday qilib shu krizisga yakun yasash mumkinligini bilmaysiz. Va mana shu joyda nevroz boshlanadi. Bu narsalarni albatta hozir oddiy odamlar, bizni yaqinda endi kuzatayotgan insonlar uncha tushunmasligi mumkin. Lekin men o'ylayman, sekin-sekin ular ham buni tushunadigan, bu gaplar hozir ular uchun katta malham ekanligini anglaydigan vaqtlar keladi. Sevara, agar qisqa ikki og'iz tavsiyangiz bo'lsa, odamlarga gapiring va biz keyingi odamga o'tamiz. Hammaga qisqagina qilib tavsiyaman. O'zim ham yana sizga hozir xotin-qizlar kursimiz tugadi. Endi yana yopiq kanalingizga yana yozilmoqchiman. Men hammaga yopiq kanalingizni tavsiya qilaman, chunki uning ichida shunaqa bilimlar bor, uning ichida. Hammasini erinmasdan ko'rib chiqishni tavsiya qilaman hammaga. Faqat shu. Albatta. Maslahatim. Albatta. Men o'zimning nomimdan sizga tilaklarim bor edi. Men juda ham xursandman, Sevara. Men juda ham xursandman. Rahmat. To'xtab qolmang. Hali beshikdan qabrgacha ilm izla deyilgan. To'xtab qolmang. Bugungi kunda men ishonch bilan ayta olaman, sizni o'zgarganingizni ko'pchilik, sizni yon atrofdagilaringiz ijobiy qabul qilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz bundan xavotirga tushmang, siz to'g'ri yo'ldasiz. Men sizga faqat bitta narsa tilagan bo'lardim. Sog' bo'ling, asosiysi, sog' bo'ling va Alloh yaratgan, Alloh bergan har bir kunni imkon boricha xursandchilikda imkon boricha vaziyatdan kelib chiqib, imkon boricha foydali hamda manfaatli o'tkazishingizni xohlayman. Hayotdagi bo'ladigan turli xil qiyinchiliklar, kasalliklar, o'limlar, boshqasi tushunmovchiliklar bu hayotimizni bir qismi va bir bo'lagi. Bu sizni o'zingizni his qilishingizga, sizni deylik kayfiyatingizga va taningizdagi bo'ladigan turli xil psixofiziologik simptomlarga ta'sir qilishini men xohlamayman. Mana shunaqa sizga tilaklarim. Rahmat kattakon. Siz ham sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Xalq el yurt xizmatida hech qachon charchamang, sog' bo'ling. Harakat qilaman. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tak, aziz do'stlar, davom etamiz. Ro'yxat kattarib ketdi. Men hozir bugun chiqmoqchi bo'lgan insonlarni topib olaman. Ko'ryapsizlar. Bu natijalar, bilasizmi, meni qanoatlantirmaydi-da, mutaxassis o'laroq ko'pchilik. Men kecha qo'rquv vahimaga ega edim, bugun qo'rquv vahimadan qutuldim degan narsa meni qanoatlantirmaydi. Meni aynan mana shunday natijalar qanoatlantiradi. Ya'ni shaxs sifatida o'sgan, o'zgargan, ulg'aygan, oldingi muammo deb bilgan narsalarga bugungi kunda muammo sifatida qaramayotgan insonlarning natijalari meni juda ham xursand qiladi. Tak, aziz do'stlar, Muhiddinov Nuriddin, assalomu alaykum. Sizni ko'rib qoldim ro'yxatdan. Mikrofoningizni qo'shishingiz mumkin. Mikrofoningiz ochiq. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Ustozim, yaxshimisiz? Men yaxshiman. Men hozir kim bilan gaplashyapman? Ha, Nuriddin Muhiddinov. Yaxshimisiz? Ha, menman. Ha, ustoz yaxshimisiz? Charchamay ishlayapsizmi? Yaxshi. Hozir sizdan keyin Eldor degan obunachimiz bor. Tayyor tursalar, Eldor keyingi ishtirokchi siz bo'lasiz. Xo'sh, Nuriddin, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mikrofoningizni qo'shib olishingiz sal qiyinroq kechdi. Nimaga unaqa bo'ldi? Ha, telefonim qandaydir qatib qoldimi? Tushunmadim. Aloqa yaxshi emasligini hisobiga. Bo'ldi, yaxshi, muammo yo'q. Xo'sh, eshitaman sizni qanday boshlangan sizda nevroz, qanaqa shikoyatlardan aziyat chekkansiz, qisqacha qilib insonlarga, keyin meni faoliyatim bilan qachon tanishdingiz, qanaqa bugungi kunda natijalaringiz, shular bilan bir o'rtoqlashsangiz. Xo'p, men Andijondanman. Hozir yoshim 33 da. Nevrozga kirib ketishim deb boshlaydigan bo'lsak, 30 yoshimga men o'zim rejalarim bilan shu chegaraning ichida yashab kelgan ekanman. Hozir o'ylasam, 30 yoshimda, ya'ni 3 yil oldin, men chegaramdan chiqadigan ish qilib qo'yganman o'zim, bir begona ayol bilan kontaktda bo'lib qolib. Va shundan keyin nimaga unaqa bo'ldi? Endi shariat tomonlama o'yladim, o'zimni ko'p muhokama qildim. Vaqt o'tdi. Men oylar, yillar davomida o'zimni ko'p qiynab yordim-da, shunaqa deb o'yladim. Va men virusdan qo'rqdim. O'zim qanaqadir bir davosi yo'q virus yuqtirib oldimmikan degan virusdan qo'rqib, shu natijasida Asl olganda virusdan qo'rqish ham bu o'sha obsessiv va kompulsiv buzilishni bir ko'rinishi. Ya'ni siz aslini olganda virusdan qo'rqmagansiz. Sizni o'sha xavotir harorati yuqorilashib ketganligi bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha aybdorlik hissi kuchayib ketganligi va buni fonida o'zingizga bo'lgan ishonch pasayib ketganligi natijasida sizga turli xil o'sha yopishqoq negativ fikrlar kelishni boshlagan va bunday fikrlardan biri bu o'sha virus, ya'ni spid yoki biror narsa yomon narsa yuqtirib oldim deydigan fobiya hisoblanadi. Keyinchi? Shunday bo'ldi. Va qayta tekshiraveraman borib. Oxiri menga aytishdi, o'sha sentrdagilar, aka sizdagi muammo bu emas. Siz psixolog bilan ishlashingiz kerak va natijaga erishasiz deganda, men o'yladimki, o'shanda bilganman men psixologga murojaat qilishligimni. Shu paytgacha men psixologlar faqat ayollar, ular shirin gapiradi. Shunchaki 7 yil universitet. O'zini hayotini shirin qilishni mumkin deb o'ylaganman-da, men shunaqa mana hozir ochiq borini aytayapman o'zimdagini. Vaholanki unaqa emas ekan. Internetda oldi qochdi, ko'plab mutaxassislarni qarmog'iga ilindim o'rtada. Keyin qarasam hech qanday natijalar yo'q. O'sha payt davomida men mana shu yerda qo'shimcha qilib ketib, internetdan juda ham ko'p ma'lumotlarni, kallamga musorlarni to'plab o'zim charchatib yubordim. Nihoyatda asab tizimlarim yaxshi sokin o'tirgan holatimda ham arzimagan oilamizdagi kimdir gapi menga umuman boshqa darajada ta'sir qiladigan bo'lib qoldi-da. Va men o'yladim, to'xta, menda qandaydir bir aqlimdan ayrilyapmanmi, aqlimdan ozib qolamanmi deb o'ylash, qarang, ikkilamchi menga fobiya kelishni boshladi. Va Xudoyim sizni ro'para qildi internetda. Avvaliga sizni ko'rganda hayron qolganman, to'g'risi. Tashqi ko'rinishga ko'pchilik baho beradi-yu. Keyin menda shunaqa bo'lganda endi ochiq. Yo'q, tushundim. Bu ko'pchilikda, Nuriddin, bu juda ko'pchilikda bo'ladi-da. Ko'pchilik inson birinchi meni ko'rgan vaqtda bu insonlarni hali normasidagi mutaxassisga to'g'ri kelmaydigan qiyofa beradi-da bu. Shunaqa bo'ldi. Birinchidan, ikkinchidan gapiradigan gapim, o'zimni tutishim, qayerdadir o'sha videolarda ozroq deylik so'kinishga yaqinroq bo'lgan hali so'zlardan foydalanishim bu ko'pchilik uchun hali o'zini ramkasidan tashqariga chiqib ketgan narsa-da va ko'pchilikda bo'ladi. U bitta sizda emas. Men buni juda ham sog'lom va to'g'ri qabul qilaman. Gapiravering. Shunda qaysidir videongizni ko'rganman, hozir aniq esimda yo'q. O'shanda siz o'zingizni kasal bo'lib tuzalganingizni gapirib o'tganingizni, bu kunlar sizni boshingizdan o'tganligini
eshitib qolib to'xta mana shu insonni videolarini ko'raman deb. Endi men shunaqa psixologlarni shunaqa deb tushunganman-da, psixiatr, psixolog, psixoterapevt ular nima men bilmaganman shu paytgacha. O'sha paytgacha men bilmaganman, tushunib yetmaganman psixodiagnoz. Keyin shu YouTube'dagi birinchi videozni ko'rdimda, o'zingizni kasalligingizni shu botqoq desak, shundan chiqib ketganingizni eshitib sizga ishondim va shu YouTube'da o'zidan Telegram kanalingizga obuna bo'ldim. Yopiq Telegram kanaliga, ya'ni obuna bo'ldim sirasi. Obuna bo'lgandan keyin bosqichma-bosqich bo'lgan u paytda. Hozir ancha kanal ancha takomillashgan, u paytda endi oddiy edi-yu. U vaqtda hammasi bunday parallel davom etaverardi-da. Ketma-ket. Bosqichma-bosqichda ko'rishdan avvalgi bitta audio zapisni eshitib turib, keyin men o'shanda nihoyatda meni miyam charchagan ekan, asablarim tosh bermasdan ko'rishda ham hattoki kuchim yetmaydi deb o'ylardim, lekin biror marta bir dorilar qabul qilmaganman, birorta bir konsultatsiya, psixologga borib konsultatsiya olmaganman shu paytgacha. Lekin sizni bosqichma-bosqich kursingizni ko'rib, men inson qilganda inson qiladi deganman-da, endi o'sha paytda o'zimga qandaydir ishonch kelgan. Va men nimaga ishonmayapman? Men o'ylayapman, shu 10 ta dars bo'lsa, shu darsni ko'rib, xuddi kino ko'rgandaqa o'tirib dars ko'rsam, yaxshi bo'lib qolamanmi deyaman-da. Tushunmayapman. Qarang, men shunaqa deb o'ylayapman o'zim. Keyin siz aytganingizdek ustoz, o'sha paytda haqiqatdan yuragimdan yaxshi bo'lishni xohlagan ekanman. Oldimga bitta daftarni qo'ydim. Haligi onlayn dars o'tiladi-yu. Siz shunaqa tavsiya bergansiz o'zingiz. Oldimga bitta daftarni qo'ydim. Ikkita qizil ruchkani olib keldim. Va kompyuterga ulab, naushniklar qulog'imga tiqib, butun diqqat e'tibor ko'rishni boshladim. Ustoz shu yerda ikkinchi darsingizda, o'sha men birinchi darsda ko'p ham siqilib qolib, eslab ko'rganman, ochig'i. Ikkinchi dars o'sha to'xta deydigan bo'ldi-da, men butun diqqat e'tiborimni torta boshladingiz-da. Sizni ilmingiz, sizni olgan ilmlaringiz, gapirish san'atlari menga juda ham tushyapti-da. Juda ham tushgan. 3-darsda o'sha menga nima bo'lganini, men bu kasallikka kirib kelganim, uni mohiyatini men tushunganman. Men o'shanda 100% tushunganman. Diagnoz qilib olinglar deganlaringizni ham o'sha kunda o'zida borib, yana bir ikkita haligi o'zimni sahraman deb o'ylab yurganman-da. Bir narsalar xullas vaqti ko'p edi. Diagnozlarim hammasini oldimga qo'yib olib. Diagnostika. Diagnostikani joy-joyiga qo'yganman. Bilaman, uni o'zimda kasallik hech qanaqa yo'q. Lekin miyadagi qandaydir bir o'zgarishlar bor. Albatta. 3-chi darslikdan keyin men o'zim ko'ra boshladim. Hozirgacha ishmatlar bor-ku, o'shalar. O'shalarni ko'rganman, tasavvurlarimdan o'zimni ko'rganman endi. Ustoz. Albatta bu yerda ta'kidlab o'tishim kerak. Chornobeliy hayotimga svet kirgan, misol. Televizor Chornobeliydan shunday svetni o'tkazasiz, shunaqa bo'lgan o'sha kunda o'zida. Shunaqa katta energiyalar kelyapti menga. Va 4, 5, 6, xullas 10-darsgacha ko'rdim. 10-darsga ko'rganda, o'sha 8-darsga borganda men o'zimni 100% bo'ldi, men yutdim deb o'yladim-da. Nevroz ketdi mendan deb o'yladim 8ga borganda. Juda ham zo'r ta'sir qildi. 10-darslarda ham ko'rib oxirigacha yetkazdim va siz orqasidan mana katta bizga yordam qildingiz. 20 talik dars tashladingiz. O'sha paytda men obuna edim. 20 talik dars tashladingiz va 20 ta darsni 2 kundan o'tkazib turib 40 kun davomida ko'rib chiqdim. Вообще zo'rman. Hayotim juda zo'r. Endi mana shu yerda biz eshitib turganlarga nima demoqchiman? Juda ham erta shoshilib, bitta natijani bilib olib, ma'no mohiyatini tushungandan keyin guruhda men shunaqa qo'pol xato yo'l qo'yganman-da, guruhdan chiqib ketganman, ustoz. Guruhdan chiqib ketganman. To'g'risida? Yo'q, muammo yo'q. Guruhdan chiqib ketganman. Hozirgi biz eshitayotgan odamlarga shu guruhga kirishlarini so'rayman va kamida o'zi aytgandek 1 yil umrini shu guruhdagi butun ma'lumotlarni o'qib o'rganishga, eshitib o'rganishga, o'zini ustida ishlashga sarflasa,
bir yil umrini endi 100% emas endi. Bir kunda aytaylik qulog'iga naushnik qilib audiolarni eshitib yursa ham bo'laveradi. Juda ham katta foydasi deyapti. Albatta. Endi bosqichma-bosqichda albatta buni ekranda ko'rmasa bo'lmaydi, chunki men Albatta. ekranda qulog'imga naushnik qilib telefonni cho'ntakka solib ham ko'rganman-da, bu misol 90% ma'lumot, 100% ma'lumotdan 90% kirmas ekanda kallaga, 10% kirar ekan. Aha, albatta, albatta. U 100% misol siz bilan gaplashgan 100% o'tirib turibsiz. Ana unda boshqa narsa ekanda. Shuning uchun men hozirgi mana bizning holatimizda yurgan akalarimizga, opalarimizga buni tavsiya qilgan bo'lardim. 1 yil vaqtini ajratib, obuna bo'lib, juda ham zo'r natijaga erishsa bo'ladi. Albatta. Juda ham zo'r. Oldingi hayotimga qaytib olsam bo'ldi deydi-yu, bugungi insonlar. Oldingi hayotini xohlayveradi, yo'q. Keyingi hayotni yana ham go'zallashtirsa bo'ladi. Mana men bitta misol istab ketay mana shu yerga. Albatta, ha. Men oldin rosa zo'r hayotim, bo'ydaqligim zo'r o'tgan deb ko'p gapirib yurardim. Endi o'sha paytda ham kamchiliklarim ko'p bo'lgan ekanda. Bitta misol 3 kishi, 4 kishimiz, 3 kishi o'rtoqlarim bor, men bilan to'rtta. Bitta joyga ketmoqchi bo'lyapmiz-da, bitta gruppadoshimiz qayerdandir bir aralashib ketib qoldi-da. Haligi menga shunaqa yoqmayapti, ustoz. Menga shunaqa yoqmayapti. Borib bu bilan qanday gaplashaman? Men uni 3 tasini yaxshi ko'raman, birga katta bo'lganman. Bu bilan endi oshna og'aynichiligimiz 2-3 yillik o'rtoqchilikda, uni men sig'dirmayman, qarochi, ichini. Hozirgi meni xarakterimdagi nuqsonlardan bittasi shu bo'lgan ekanda. Hozirgi misol o'sha eski holatim shunday bo'lgan bo'lsa, mana hozirgi paytimda menda unaqa narsalar umuman yo'q. Men shunchaki meni oldimga kelgan inson bilan ham juda ham chiroyli bir suhbat qila olaman-da. Albatta. Shunaqa men insonlar bilan gaplashishga kuchim yetadi. Kerak bo'lsa, albatta, arzimagan bir ikkita hayotida muammolarni aytib beradigan bo'lsa, unga bir to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yishga sizdan olgan ilmlarimni misolda endi o'zimni kallamda borini yetkazib tushuntirib berishga o'zimni albatta natijalarimdan foydalanib turib ustoz albatta yetkazib berishim mumkin-da. Hozir shunaqa men darajadaman va shu darajamni Xudo xolasa juda ham yaxshi ko'raman. Eski hayotimga qaytib olsam bo'ldi deydiganlar uchun mana shu gapim juda ham foydali bo'ldi. Albatta. Chunki insonlarda men o'zim ham shunaqa bo'lganman-da. O'zim ham shu eski hayotimga qaytsam bo'ldi. Meni bo'ydaqligim zo'r edi, uylanganimgacha men vasiz zo'r bo'ldim. Bila bitta ashi ish haromi kasobat ish manaqa qildi deb hali kimgadir bir mahsuliyatni bo'yinga olmasdan qachonlardir bir o'tib ketgan ishni ko'ylab uni haligi shunaqalar qilib yurib xarakterda sonni ko'pligini hisobiga shunaqa narsalarni o'ylab, lekin hozirgi vaqtimda unaqa emasman, Xudoga shukr. Ancha sizni mana shu gruppangizdagi bosqich plus mana audioda menga ayniqsa OKR mavzusidagi audiolar juda ham katta foydasi tekkan. Ustoz, xursandman. Fursatdan foydalanib men sizga juda ham kattakon o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat. Bizga o'xshagan, mana bizni eshitib turgan juda ham ko'pchilik bor bu yerda. Ikkilanib yuradi ular. Mening timga jin kirib oldi. Men oldin bunaqa emas edim, men boshqacha ishlayapti. Butun boshli internet o'zbek segmentidan jin doqtaradi. Misol yana ruscha doqtaradi. Misol men shunaqa bo'lganman-da, o'zimni qiyos qilib gapiryapman-da. Shunaqa qilib o'zi qiynab yurganlar son mingta. Juda ham ko'p. Son mingta. O'shuning uchun shularga men o'zimni murojaatimni aytmoqchimanki, vaqt o'tkazishda hech ham keragi yo'q. Internetdan keraksiz ma'lumot musorlarni eshitib, yo'q, umuman keragi yo'q. Albatta, bosqich plus konsultatsiyalar fikr beradi insonga. O'zini to'g'rilab olgan, o'zini hayotini juda ham chiroyli bir mana erk-yo'li gruppamiz bor-ku, o'shanda yorug' yo'lda hammani ketishidagi bir tayanch bo'lib beradi deb. Albatta, juda ham chiroyli aytdingiz. Shunaqa kasallik nevroga kirishim va chiqishim shunaqa tarzda bo'lgan ustoz men. Sizga ham Nuriddin juda ham katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Natijalaringiz bilan o'rtoqlashdingiz. Men o'ylayman, bu natijalar mana odam yaxshilikka ham, yomonlikka ham o'rganar ekanda odam. Hali odam shundayda, u moslashuvchan-da, u baribir hamma narsaga moslashar ekanda. Endi hozir noto'g'ri tushunmanglar, faqat iltimos sizlardan. Mana bu minnatdorchiliklar, mana bu hozir misol menga rahmat aytyapsizlar, boshqa qilyapsizlar-ku. Ko'pda, juda ko'p odam yozadi, admin profilga yozadi, ochiq kanal chatiga yozishadi.
Erk yo'li jamiyatimizda bilasiz, chatda bunaqa juda ko'p minnatdorchiliklar bor, boshqa bor. Inson, biz baribir insonmizda, zaifmizda. Inson shunga ko'zi qotib qolar ekanda, shunga bir moslashib qolar ekanda. Mana hozir siz gapirib beryapsiz-ku. To'g'ri, juda ham xursandman. Meni sizga yordamim tekkan bo'lsa, siz o'zingizni anglashingizda, mana bu muammolaringizni bartaraf etishingizda va yanada shaxs o'laroq mana bunday o'sib, o'zingizga bugungi kunda yanada ko'proq, ya'ni yoqayotganingizga ozginagina hissamni qo'shgan bo'lsam, men bag'oyatda xursandman. Lekin eng asosiysi siz hozir ko'plab insonlarga mana shu yorug' yo'l borligi va siz mana shu yo'lni bosib o'tganligingiz bilan o'rtoqlashdingizda. Asosiysi bugungi efirimizdan maqsad, asosiysi biz mana natijalar degan kanalimiz bor. Ko'rgansizmi Telegramda? Joylab boramiz insonlar yozadigan minnatdorchiliklarini. Bu menga umuman kerak emas. Aslini olganda, to'g'risi, o'sha yoziladigan minnatdorchiliklardan 3-4% biz qo'yamiz-da. U hammasini qo'ysak, u har kun 100 ta ma'lumot qo'yishimiz kerak. Qachon esga tushib ketsa, yakshanba kunlar vaqt bo'lib qolsa, qarab bitta ikkitasini skrinshot qilib qo'yamiz. Bo'lmasa bizda bunday ustuvor vazifa yo'q-da. Shu uchun men juda ham xursandman. Asosiysi shu insonlarga foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Sizga ham kelgusi ishlaringizda rivoj. Asosiysi mana nevrozda inson haqiqatda sog'ligidan ayrilmaydi. U sog'ligidan ayrilgandek bo'ladi-da va sog'liqdan ayrilish nima ekanligini bir sira his qiladi. Siz ham yolg'onchaki bo'lsa ham sog'liqdan ayrilish nima ekanligini bir sira his qilgan inson sifatida sog'liq, ham jismoniy ham ruhiy sog'liq bu bizning eng katta boyligimiz. Bundan-da ortiq boyligimiz yo'q ekanligi, aslini olganda hayotda biz siqiladigan, biz qiynaladigan, biz xavotirlanadigan ko'plab narsalar aslini olganda bir tenga qimmat ekanligini tushundingiz, bu narsalarni anglab yetdingiz. Sizga sihat, salomatlik tilayman, ham jismoniy, ham ruhiy. Shu bilan birgalikda Sevaraga aytib o'tganimdek, sizga ham hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha bo'layotgan vaziyatlar sizni boshqarmasin. Va bo'layotgan vaziyatlarga bo'lgan munosabatingizni to'g'ri tanlab turib, siz hayotda baxtli, erkin yashashda davom etavering. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishingizga omad, xo'p, sog' bo'ling.